Seni navbating qamalish, senga keldi qamalish. Jasminni ko'rdingmi so'kib? Bilmayman, bitta gey bola, bitta natural bolaga niyat qilaman deganiga mashina ichida rosa urib yotibdi. Assalomu alaykum cholab-chulublarim. Sizlarga ham reklamadan chiqyaptimi, yo'qmi bilmayman. Bitta gey bola, bitta natural bolaga niyat qilaman deganiga mashina ichida rosa urib yotibdi. Nima deding? Savob niyat qilaman dedim, nima? Videoga olmasdan turib urib qo'yadi. Hammaga ko'rsatishing shartmi? O'zing ko'tsanda, chunki bunaqa qish qilganlar prosta nima deydi, ko'tligini yashirishni o'zini tipa natural qilib turib ko'rsatish uchun qiladi xolos. Ey ko't hezalak, lankani bolasi. Ay bu geyni urar ekansan. Shuncha chiqib yotibman. TikTokka kirsang, O'zbekistonda gey bosib ketgan. Hammasi pari, dadursin top borib ur. Nima qilasan? Mashinangdagi tanish, o'zingcha chatdan tanishgan gey, chatingdan tanishganlar chaqirib o'zingcha urib ochko yig'masdan. TikTokka kirsang, ana bir bolalar bor, O'zbekiston bayrog'ini qo'yib bo'yanib o'tiradigan, TikTokda o'ynab o'tiradigan. O'shalarni gapir. Nima qilasan mana? Yo'q, yur tanimagan odamlar chiqib turib, geymisan deb urib turib. Kuching ko'p ekan. Kuching rosa ko'p ekan. Baribir normal bola bilan o'sha to'ta matishdi. Mana matlaba dugonamdir. Nimaga ayollarda gapirasan deb jag'iga gandonda dugonamda. Voy pidarazlar, jahlim chiqib ketdi, samasud qilmay yo'l hezdalayk. Gandon. Hozir kommentariyalarda o'qisam ko'pchiligi seni navbating qamalish, senga keldi qamalish. Jasminni ko'rdingmi so'kib nima bo'ldi? Jasminni nimaga qamalganini sizlar bilmaysizlarmi? Narkotik bilan pastava bo'lib qamaldi. Aytilgan gaplar uchun emas. Vaqtida Yulduz Usmonovani olib borib keldi. Munisa Rizayevani tug'dirmasdan tug'dirdi. Ya Lil Xurram bilan qancha so'kishdi. Bu yerda urush janjal qilayotgan ma'noga bog'liqda. Davlatda ham qonun ishlaydi-ku. Men davlat siyosatini, ichki ishlarini, tashqi ishlarini gapirganim yo'q, yo diniy idoralar haqida, din haqida ommaga targ'ib qilayotganim yo'q bir nimalarni. Hamma narsaga zakon bor, davlat ham tentak emas o'zidan o'zi. Po faktu Instagramda bor narsalarni gapirib chiqyapmiz, xolos biz. Haqiqat achchiq bo'ladi, faqat ko'tara olmaydi xolos odamlar. Odamni yuziga gapirsa, odamlar ko'tara olmaydigan darajaga kelib qolgan. Men haqiqatni gapiraman. Birov bilan urushsam, so'ksam, uni nafsiyatiga tegib so'kaman. Ishto. Yulduz Usmonovani bir paytlar hamma yomon ko'rib qoluvdi. Molalarda gapirib chiqdi, uni gapirib, mentlar gapirib chiqdi, endi psixologlarga navbat kelibdi. Buga to'g'ri gapda, haqiqatni gapiribdi Yulduz opa. Oldingi bizlarda onamiz o'qituvlar, men ham shu filmda gapirib o'tiraman, ko'p kishi eshitgansizlar. Bizlarda psixolog degan narsa bo'lmagan, bizlarda defektolog degan narsa bo'lmagan. Rini aytishni bilmasak ham tayoq yeganmiz, ovqat pishirishni bilmasak ham kaltak yeganmiz, kir yuvishni bilmasak ham kaltak yeganmiz. Hech psixologiya bo'lmagan ekan. Katta qalin xipchin bo'lar edi, o'sha psixolog edi bizga. Yig'lama, yut ichingga, ko'zing siydigini art, yut ichingga der edi, yutardik majburligimiz. Yig'lasak ham kaltagimiz bilamiz. Ko'chada yiqilib tushsak ham kaltak yer edik. Ovqatda choyda shakarni so'ygam shakar to'kib qo'ysak, tayyor kaltak yer edik. Hamma faqat kaltak yeb o'tganmiz. Hech psixologga olib borib turib, ay psixologik nagruska demagan ekanmiz, travmalarni bilmagan ekanmiz. Hozirgilarda hammada travma. Hozirgi hamma travma, hamma nozik. Buncha nozik bo'lmasang, gulga o'raymi bolam. Voy hozir Instagramda mana ikkalasi kamid. Hozir ikkalasi rosa kam bo'lib turuvding, Lolito bilan ana kim? Yag'ri chiqib yotgan ayol. Yag'irxon, Sandr devdi xotini. Yulduz, mana ular yig'ishtiring. Qiynamang, xalqni qiynamang, charchab ketdik, charchadik prosta. Kerak blogerlar, dekabr oyida bitta ajrashib ketsang qara lekin. Eshitva. Juda sharmandangni chiqarib tashlayman. Ko'tingni qisib yasha. Ey show biznes vakillari, sizlar ham ko'tlaringiz qisib qo'shiqlaringni aytinglar. Dekabr oyida bittang dedi. Sardor Mamadali, yo bo'lmasam kim ana? Sherali Jo'rayev, o'lib ketgan odamlarni Botir Qodir, hammalaring chiqsalaring qaranglar. Dekabr oyi yangi yilda yaxshi kutaylik. Ko'tlaringni qiz. Blogerlar ajrashmoqchi bo'lsa, yangi yildan keyingacha sabr qilib turay. Yashab tur. Ko'tingni qiz zerikib ketdi dashlaringdan. Ananasingni topsang topaysan, matush, skivarding. Bir-biringni ko'tingni ertaroq och. Agar dekabrga o'tib ketsa shu mavzu qara lekin. O'zim O'zbekistonga borishga majbur bo'laman. Ko'tlaring qisib yashasalaring, yashadlaring. Bo'lmasa o'zlaringdan ko'r.